Üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. Qaranglar demo duoda. Biz o'zimizcha yaxshini yaxshiligini ko'ra olamiz, yomonni yomonligini ko'ra olamiz deb o'zimizni aqlimizga suyanib qo'yamiz. Agar Alloh bildirmasa siz oqni oqligini, qorani qoraligini ajrata olmaysiz. Ishonavering. Dalil Payg'ambarimizning duolari. Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan warzuqna jitinabahu. Muhammad alayhissalom aytibdilar. Parvardigor, bizga haqni haq qilib ko'rsatgin va unga ergashishlik bilan bizni rizqlantirgin. Parvardigor, bizlarga botilni botil qilib ko'rsatgin va undan uzoq bo'lishlik bilan bizni rizqlantirgin. Muhammad alayhissalom aytibdi, Parvardigor, o'zing ko'rsatmasang haqni, biz haq deb ko'ra olmaymiz.